Izohlarda kashanda do'stlaringizni belgilab keting. Assalomu alaykum. Jinsiy zaiflik va bepushtlikka yana nimalar sabab bo'ladi? Bularga tamaki chekish, alkogol, toksik ta'sir, ekologiya va dori-darmon, semizlik, noto'g'ri ovqatlanish, moyaklar temperaturasi, sauna va tor kiyimlar. So'z isboti bilan bo'lganidek, tamaki chekishlik inson organizmida reaktiv oksigen space, ya'ni bo'sh kislorod radikallari miqdorini ko'paytirib yuboradi. Bu o'z navbatida tez, ya'ni moyaklardagi Leydig va Sertoli hujayralariga zararli ta'sir ko'rsatib, spermatogenez va androgen gormonlarini buzilishiga olib keladi. Bo'sh kislorod radikallari ma'lum bir miqdorda spermatogenezda qatnashib, hujayra fertilligi va harakatchanligini yaxshilaydi. Ammo ularning haddan tashqari ko'payishi va sifatini buzilishi urug' hujayralarini fertilligi va harakatchanligini susaytiradi. Hamda urug' hujayralar denkasini parchalaydi, membrana strukturalarini buzadi, mitoxondriyalarni zararlab, energiyani sutlashtiradi. Ularni fragmentatsiyasini oshirib yuborib, urug' hujayralarini genetik defektni qilib qo'yadi. Natijada urug' hujayralar agregatsiyasi va apoptoziga olib keladi. Chekishni tashlang, hayotingizni qayta boshlang. Izohlarda kashanda do'stlaringizni belgilab keting.